Xabaringlar bor, Real Madrid Qozog'istonga keldi. Ertaga Qozog'istonda o'yini bor Qayrat bilan. Butun Esenga ashida, butun Esenga ashida. To'g'risi 23 mingtalik stadionga 77 mingta odam kirib olmasa bo'ldi deb turibman, to'g'risi. U narxlarda aytmasa ham bo'ladi. U biletning narxlari mayli aka, mana shu Mbappeni orqasidan kirib chiqqan hojatxonasiga kirib chiqish necha pul o'lyapti? Bo'lib ketyapti-kan o'zi. Biletlar 5 ming, 6 ming, o akalar dedim. 5 ming, 6 mingga El Clasico ko'rib kelsa bo'ladi Ispaniyaga borib, jon akalar. Endi to'g'risi kutib olish, masalan Chelsea keluvdi o'tgan yili. Chelsea 3-sostavini mijoni biznikilar основной jo'natib, o legenda Carloslarni ham jo'natib yuborib, 5 tadan keyin azatda bir 20 metr turish vermasa bo'ldi deyapman. Ammo kutib olishga gap so'z yo'q to'g'risi. Realni Madridda ham bunaqa kutib olishmas. Tavba qildim. Ertaga ish qilib mana Qayratni ham paddeshiga yana kiringlar. Qayrat o'zini uyida Santiagoda o'ynayotganda o'ynamasa bu Real o'zini uyida o'ynayotganda hamma Realga paddeshiga o'tira olmasin deb turibman.